Qachon bo'lgan? 2015-14 yil. Ichidan suyagini olib tashlaganda. Nafas olishingiz yaxshimi hozir? Yo'q, unchalik emas, ko'p bashorat bo'ladi. Bekilib qoladi. O'rib Singanda, urib olganda bo'lmaydi, u yaxshigina turadi. avariya bo'ldi. Avariya bo'lganimizda tashqi tomonida kostichkalari singan. O'shaning uchun ham peshig'iga bor ozgina, ichki tomoni suyagi olib tashlangan. Bitta aqllanib bersangiz, mana ossetlabilen deformatsiya ham bor. Tomonga ozgina ko'tarishga operatsiya qilib chiqarib kichiraytiriladi. Va основном sizda tashqi formasida ishlaymiz. Biz ichida havo olib tashlanganligi uchun biza material kerak o'zi bizga burun tashqi formasini to'g'irlashimiz uchun tog'ay material kerak. Первичный rinoplastikada biz uni burun to'sig'i tog'aydan olamiz, burunni o'zini. Avval operatsiya qilingan holatlar bo'lsa, qovurg'adan olinadi.